Voy billarim. Voy billarim judayam qattiq. Qayerga ketib qoldik aka? Nima? Men sen akangman. Aka dedim. Uka deysan. Yo, meni quloqlarim shunaqa eshityapti. Yo, boshim aylanadi. Quloq eshitganim. Mana qom. Sariq mushuk. Nima bu? Biz qayerga kellas chopilib qolibdi. Biz qayerga tushdik? Bilmaysan? Men qayerdan uyda yozuv bor ekan ana u yerda. Bu xonani menimcha ko'p chiqishimiz kerak. Bu xona mana kollalar to'rga yopishib qoldim. Voy qonni bosib qo'yaman. Jinni kovlab chiqsang o'lasan. Yo, kovlashga narsa ham yo'q-ku. Shuni Qo'lda kovlab bo'lmaydi-ku. Menimcha biza bu yerga tushishimizdan oldingi xotirani eslashimiz kerak. Biz chuqurga tushib ketgandik, o'shani bilaman, boshqa narsa. Keyin do'nimizga o'ynab shart bajarishni o'ynagandik. Hozir biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Menimcha bu bosh qotirmadek gap. Menimcha deyavermasdan ayting-da, tez. Mana bu qonni bosish, oyog'i tozalab. oyog'ingizni cho'zing, tozalayman. Ol. Hazillashadigan joyga kelmaylik biz. Nima qilishimiz kerak? Tushunmayapman. Mana hozir kallam sal ishlab boshlayapti, qarab tur. Sal nima damlamani ta'siriga boshim aylanadi. Hozir ham. Yerni kovlasang o'lasan deb qo'yibdi, to'g'rimi? Ha? Mana bu yer demak tosh. Kovlasa o'lmaydi. Mana bu odamlarning qonidan biror bir narsa qilsak bo'lar. Ha? Menimcha bu yerda bekitilgan narsalar bor. Bekitilgan. Esingda bo'ladigan bo'lsa, biz YouTuberlarni kuzatganimizda ham shunaqa bo'ladi endi. Ha. Biror bir narsalarni yashirib qo'yilgan bo'ladi. Ha, do'stim. Qidirib ko'rinadi. Masalan, mana uni hamma joyda qarab chiqaylik, bir nima chaqib qoladi, yerga qarab chiqamiz. To'xtab turgan mana bu eshikni italab ko'raychi. Hay, bu yoqqa keling. Ochilmaydi. Bu yoqqa keling. Mana u nega tosh emas yer? Bilmadim. Lekin menimcha qabriston bo'lishi ham mumkin. Mayli, ochib ko'raylikchi. Yo'q, men ochmayman. Yetirib qoldim. Sudda qoldim. Kirko. Shuning uchun kovlab chiqing desam. Tinchligan bo'lsa ham kallasi yeb qo'ygan. Rostdan o'lamizmikin? Men bu odam bizlardan kelgan bo'lsa o'lgan. Bu shuncha odam o'lgan. Mana bu haqiqatdan o'lganmi? Bilmayman-ku. Mana haqiqiy odamning yuzi. Boshqa narsalar ham bo'lishi mumkindir. Qarab ko'rish kerak. Kirkani nima qilamiz? Bitta tosh oldim men. Tosh qayerdanmi deysiz? Ha, tagimizdagida. Balki toshni nimaga olishimiz? Ha. Men kallamga keldi. Nima? Ana u eshik temirlik-ku, ko'ryapsanmi? Ochib bo'lmaydi. Faqat uni kalitlari bilan ochib bo'lsa bo'ladi. To'g'rimi? Biza kalit yasashimiz uchun esa biz yerga cho'p va versak ham kerak. Versak, cho'p, tosh. Versak kerak. Menda tosh bor. Lekin bizaga cho'p kerak. Cho'pni hozir o'ylanib olaylik. Qana YouTuberlar qanaqa qiladi? Bir qurib qolgan daraxt bor-ku, kichkina. Ana shulardan cho'p qilsa bo'ladigan edi. Xuddi mana shunga o'xshash. Mana shunga o'xshash. Cho'p chiqmaygan bundan. Nimaga? Cho'p chiqmayapti-da. Virsak kerak emas, uni ishlash uchun. Bilmadim. Aytgancha virsak kerak emas u uni ishlash uchun. Nima? Faqat ana kerak.
Çöp kerak, çöpni topish kerak. Cho'pning o'rniga balkim chetirlik qilib mana bu daraxtni Yo'q. menga farqi yo'q. Bu odamning boshi qizi yo'q. Agarda biz bu yerdan ketishimiz ham mumkin. Tegmang, sizga jinlar yopishib olsa, u odamning ruhi qanchalik yomonligini bilasizmi? Balki yaxshidir. Bilmadim. Qara, Ha? bu xonada meni ko'zimga qovoqlar boshqacha ko'rinyapti. Hammada bittadan qovoq turibdi, lekin bu yerda 3 ta qovoq turibdi. Qochibdi. Mana bu yerda Qoch. qovoq. Chegida yana qovoq. Sindirib ko'ramiz, ha? Men bu qovoq menga juda ham g'alati tuyulyapti. Sindirib ko'rish kerak. Biror bir narsa bormi? Hech narsa yo'q. Ya, qara. Bu yerda nimadir sezmayapsanmi? Hamma yog'i tosh, lekin bu yer loy. Loy bo'lsa loyda. Ochib ko'raylikchi. Uy, sandiq. Toshchasan. Mani sandig'im. Xo'p, endi bu 4 ta daraxt berdi. Biz nima qilamiz? Bu yerdan tezroq chiqib ketishimiz kerak. Menga berib turing. Hamma instrumentlarni menga bering, boyagi topilganlar hammasini. Yo'q, kerak emas, tosh kerak, tosh. Toshi kovlab olgan, men kisamdan tushib qolibdi. Shunchagisiga tiqmadi. Endi ayolim bo'lmagandan keyin o'zim tikib bilmayman. Men tikib bilaman-ku. Nimaga unda tikib beraman? Richak yasadim, ikkinchi xonaga o'tishim. Davay, ketdik. Lekin qo'rqyapman ikkinchi xonadan. Farqi yo'q, bosaveramiz. Mana bu qovoqlarni tashlab ketdik. Ketdik. Hozir mana. Eshikni och. O'zi narsasi o'ziga buyursin mana. Insijinslarning. Ketdik. Bechora qamalganlar o'sha yerga kirib o'lsin. Boshladik mana. Siz insijinslarga yoniga tashlab keting. Yo'q, qo'shanaga yo'q. Bilaman. Nima deydi? Voy, mana u kaltni shunday bo'lsa. Sen o'lasan deb qo'yibdi bitta. Sen o'lasan. Ye, bilad, mavti. Ana odamlarning ruhi bor ekan. Nega o'laman? Biz mana bu yog'iga o'tdik. Sen o'lasan, nega o'laman? Men nima qildim, oka? Nega o'laman? Sen qizlarni alab ketganing uchun. Mana uni yana sindiramiz. Yo'qda, mana buni ichida narsa bor ekan. Damlalar. Mana bunaqa. Ko'zni ko'rdiradigan. Qani solaylik. Nimani? Damlamani qilsa bo'ladimi? Sen ham seni kallangga 5 ketsa kerak menimcha. Nima deysiz? Mana ko'zni ko'rdiradigan damlama ishlangan ekan, senga beraman. Damlama ko'p ekan. Sen ich. Agar o'lmasang, yeysan. O'lmadim. Men damlama yo'q unda. Menga butulkisini berma. Kerak bo'lib qoladi, nima? Ishtoningga qo'l qo'ymaysan. Men birga chiqishdan ko'ra siz shu yerda chaqib qo'yaverasiz ichiga. Va o'zim Короче, qara. Men yana qovoqlarni sindirgim kelyapti, to'g'risini aytsam. qani sindiramiz. Davay sindirib ko'raylikchi. Men bu yo'g'ini sindirib ko'raman. Hech narsa chiqmadi. Menda loy chiqdi yana. Loy hammada chiqadi. Qoch. Qoch. Bu yoqqa. Jon yo'q. Qoch. Qoch, hozir ichidan o'rgimchak portlab chiqadi. Ye? Nima bor ichida? Damlama chiqdi. Mana kalit chiqdi, kalit. Qanaqa kalit? Men buni ichida tiqilib yotibdi. Guldiradigan narsa. Ochamiz. Voy, qani kelaylik ay. Qani? Nima? Mana. Kilitim qani? Kilitimni yotib qo'ydim, buni
ochilar kilitimni. Bu yoq qaraganga xona. Hozir biz qayerdan chiqdik? To'xta. Ey, sen xato yo'lga kiribsan.